Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli Soat Avto kanali obunachilar, do'stlar. Nexia 2 1.6 lyuks konditsioner donus izlaganlar uchun do'stlar zo'r variant. Xalosingizni generalniy deysizlar, shu nomerda asirib haydab yuraversizlar. 4 dona paket balon qo'yilgan, akkumulyator paket qo'yilgan. Salonga qaranglar. Полный lyuks konditsioner, chexol, polik, rol chexol, torpedka chexol, monitor, bar, xullas hamma narsa qo'yilib tayyor bo'lib turibdi do'stlar. 200 ming kilometr yurgan, holati zo'r. 1.6 izlaganlar uchun. Ko'rishingiz mumkin. Bu arkasini himsiya qildirgan ekan, arkasini narsasi ko'p qo'yamiz joyini. Holati zo'r, 4 dona paket balon qo'yilgan. 100 lik metan gazi bor, kameralari bor. Xullas do'stlar, tayyor avtomobil, libu ustamizga ko'rsatib olaverasizlar. Ichi bir kirimda, yuzunda kraskasi bor dedi. Tekshirib olaverasizlar. Pastda pryamoy egan nomeri turadi. Pryamoy egadan do'stlar. Narxi undan ham zo'r. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 55 million so'm do'stlar. Kelishib beraman dedi. Bemalol aloqasingiz bo'ladi. Zo'r baho do'stlar. 1.6 donus lyuks konditsioner, 4 dona balon paket, akkumulyator ham toza qo'yilgan. Xullas tayyor avtomobil do'stlar. Hozir motor qismini ham ochib ko'rsataman. Mana salon holatlari ham zo'r turibdi. 100 lik metan gazlari bilan hozir motor qismini ko'rsataman. Birolta donus bo'ladi. 2015-yil. Akkumulyatorlari toza, konditsioner, xullas tayyor avtomobil. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, 55 million so'm pryamoy egan nomeri pastda turadi. Ko'rdingizmi, sразу aloqaga chiqasiz. Chunki zo'r avtomobil, zo'r narxga qo'yib berdik. Like bosamiz videoni, Nexia 2 izlaganlarga tashlab qo'yamiz.